Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 28-may haftani chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Xo'p, bu futbolkalarning narxi 12000 so'mdan ekan. Pachkaga. Bu sal yangi uzuni ham shu narx ekan-a? Bu katta shakllik, shuning uchun yangi uzuni. Ha. Bo'ldi. Bularda aka razmeri donaga nech pulda? Dona 15 ming. Donaga 15 ming, pachkaga 12 ming so'm, ha? Pachkaga nechta bo'ladi pachkada? 5 talik. Pachkada 5 talik bo'lar ekan. Shu birinchi pastdagi qatorda aytyapmiz. Nechidan nechagacha razmer? Razmer 48 dan 56 gacha. Yaxshi, materiali XB hammasiniki. Boshqacha ranglari ham bormi? Bor, sarig'i bor, qora bor. Hozir ichkaridan ham ko'rsatamiz. Xo'p, bu yoqalilar tepalikda o'zi ham sotilaverar ekan, tepa past ekan. O'zi asosiy bular. Tepaligi bilan nech pul deyishdi? Tepa past 90 ming. Tepa past 90 ming so'm ekan. Bo'ldi uni. Shalvari ham bo'ladi. Nimasini bildik. 90 ming so'm ekan. Tepa past. Donaga nech pul endi bu? Donaga 50 ming. Tepasini o'zi. Tepasini o'zi agar donaga oladigan bo'lsalaring 50 ming so'mdan ekan. Agar donaga tepa past olaman desa nech pul? 100 ming. 110 mingmi? 110 mingdan xohlagan rangini, xohlagan razmerda olaveradi. Razmer nechtalik buni? Razmeri 5 talik. Razmer 5 talik ekan. Shu 48 dan 56 gacha. 48 dan 56 gacha razmer. Buchi? U yaxshi futbolkada 25 ming. Lapsha materiali. Nech pul? 25 ming pachka narximi? Donaga nech pul? Dona 30 ming. Donaga 30 ming so'm ekan. Yaxshi. Bulari tepa pastmi bu ham? Bular nech pul? 35 ming. Bu hali kechasi kiyayotadiganmi? Pijamada bu. Yaxshi. Donaga nech pul? Dona 40 ming. Donaga 40 ming ekan. Razmer nechtalik? Razmeri 5 talik. Yo'q, 3 talik pijama. 52 56. Yaxshi. Hop, ichkarida erkaklarda tursuk maykalari ham bor. Biz tursuk maykalarni har birini narxini so'rab o'tirmaymiz, chunki ko'p. Hop, yangi tashqarida ko'rsatgan futbolkalarimizni mana ranglari, hali 12 ming so'm pachkaga, 15 ming so'm donaga degan futbolkalarning ranglari. Bu tarafda shu maykalar. Mana birinchi maykalardan boshlaylik. Nech puldan nech pulgacha? 7,5 mingdan 13 minggacha. 7,5 mingdan 13 ming so'mgacha pachkadagi narxi. Agar donaga olsa nech pul bo'ladi? 15 ming bo'ladi. Xohlaganini olaveradimi? 15 ming so'mdan? 15 mingga 13 mingliklarni beramiz donaga. Yaxshi. 15 ming so'mga 13 ming so'mliklarini berar ekan. Endi hali 7 ming so'mlik deganingizmi? 7,5 ming. Ha, 7,5 ming so'm. Shu ko'k ekan. Donaga nech pul shu? Dona yo'q unda. Ha, bunda dona yo'q ekan. Pachkada nechtadan? 10 talik. Pachkada 10 ta bo'lar ekan. Yaxshi. 75 ming bo'ladimi 10 tasi? Zo'r. Xo'p, erkaklarda ichki kiyimi, tursuklar narxi nech puldan nech pulgacha? Birinchi pachka narxini aytamiz. Nech puldan boshlanadi? Mana undan boshqa arzonidan 6 ming so'm. 6 ming so'mdan boshlanadi pachka narxi kattalarki. 8 ming mana ular. 8 ming so'mdan. Kattasi 9 ming mana katta razmerlar. Katta razmerlar 9 ming so'm. Bular O'zbekistondikimi, Xitoydikimi? Xitoy. Xitoy, ha? Mana arzoni O'zbekiston, ha? Bular O'zbekiston. Yaxshi. Bular nech puldan? Qaysi? Nima bularda? Ular 13 ming. Bular 13 ming so'm. Pachka narxi aytilyapti hozir, donaga ham aytamizki narxini. Donaga 15 ming. Donaga 15 ming so'm bo'lar ekan bunisi. Bular nech puldan? Ular ham hammasi 13 mingdan. 13 ming so'mdan pachka narxi, donaga 15 ming so'm. Hammasi 13 ming. Mana hammasi 13 ming so'mdan. Mana ular 11 ming mana mayda razmeri. Va kattalari 13 ming so'mdan pachka narxi ekan.
kichkinalari nech pul dedingiz? 11 ming so'm. 11 ming so'mdan. Bular Xitoydiki. Bu kichkinalari Ular 5 ming so'mdan. 5 ming so'mdan pachka narxi. Xitoy hammasi Xitoy. Donaga nech puldan bu? 10 ming dona. Donaga 10 ming so'm. Bunisi donaga nech pul? 15 ming. 15 ming so'm. Yaxshi. Xo'p, telefon nomeringiz nechi? 90lik, Telefon nomerlari 90lik 051, 051 17 14. 17 14 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa. Yaxshi. Bozor kelganlarida eslab qo'yinglar, shu akamiz mahsulotlaridan. Sotuvchi shu kishi. Biz. Yaxshi.